Xo'p, birinchi o'rinda esa do'stlar iPhone 17 Pro Max. Bu endi Boqiyev Abdurahim. Shu qisqa vaqt ichida 3000 dan ziyod o'quvchilarni prava olishiga yordam bergan. Молодец, Qaraqol, meni champion. Qarshigiylar. Boshladik, ismingizmi? Ishlar qalay? Yurmayapsizmi? Voy. Siddiqova Shoiraxon. Sovg'amiz xavfsiz haydovchidan. Davralarda yaxshi kunlarda omonliklarni ko'rishguncha salomat bo'linglar. O'quvchilarni xursand qiladi. Hozir kechamizni boshlashdan oldin birinchi asosiy masalaga o'tamiz, ya'ni mana lotatronimiz turibdi. Endi har bittamiz bittadan ismlarimizni bu yerda B toifaga o'qish sertifikati, menimcha bepul bo'lsa kerak-a. Ham hozir necha pul degani bitta o'qish 6 millionmi? 4 millionmi sizlarda? Qanaqa bu ziyoniga ishlamaysizlarmi? Xo'p, 4 millionlik vaucher bor ekan do'stlar. Bu o'sha demak lotatrondan tortiladi. Agar puli to'langan bo'lsa-chi, unda qaytarib beriladi menimcha pulni. Gap yo'q, zo'r, qanday topamiz buni o'quv markazida? Ikkinchi o'rinda demak Dyson feni. Bu narsa o'rtoqlar bilasiz, endi qizlarimiz yaxshi biladi. Nech pul turadi bu narsa? Taxminan. Nech pul turadi? Originali. 450, mana bolalar bilyapti. 450 dollar bilar ekan. 450 dollar. Rosa ham ayniqsa menga rosa kerak narsa ekan. Xo'p, birinchi o'rinda esa do'stlar iPhone 17 Pro Max. Bu endi narxini bilamiz-a? Kamida 1,5 ming shunaqa tursa kerak. Xo'p, o'rtoqlar, mana shu uchala sovg'amiz, bosh sovrinlarimiz, asosiy sovg'alarimiz. Undan tashqari bu sovg'alarimiz ham bor. Bu sovg'alarni har doimgidek o'sha o'zimizning boshqa o'yinlarimiz bor. Qiziqarli telefonlar bilan bog'liq, o'zimizning hali gaplarimiz bilan bog'liq shunaqa o'yinlarimiz ham bor. Xudo xolasa ularni ham birgalikda o'ynaymiz. Qolaversa bugun blogerlarimiz tashrif buyurgan, ularni ham chiroyli bir obzorlarni ham ko'ramiz. Rosa ustidan kulamiz, bo'ptimi? Maza qilib kulamiz, chunki живой obzor baribir boshqacha bo'ladi. Biz har doim telefonlarni ko'rib o'rganib qolganmiz, lekin bugun живойni ko'ramiz. Bekor aytib qo'ydim, hozir tayyorgarlik ko'rish bo'ladi endi, mayli. Bu hammasi kechamiz davomida. Xo'p, hozir asosiy masala o'quv markazida. O'quvchilarni, ayollarmi, qizlarmi, yigitlarmi, bolalarmi? Kim ustaroq? O'quvchilardan kim gapga usta? Qizlar sizlarmi? Yo bolalarmi? Bolalarmi? Qizlarmi? Qizlar birinchi. Nima bo'lsa ham qizlar boshlasin sizlar birinchi. Ayol bolalar qarang. Xo'p, qizlarda eng gapchi kim o'quvchilar orasida? Eng gapga usta demoqchiman. Eng gapga usta, chalg'imaydigan, dabdasi balo deb turadigan o'quvchilar mana katta qizlarimiz bor ekan. 40-50 yoshar qizlarimizni ko'rib turibman. Kelinglar masalan, sizlarga savol beraman, mana 1 minut savol beraman, gaplashamiz. Ha, yo'q, so'zni aytmaslik kerak. Ha, yo'q so'zlarni. Bu o'yin meni 27 yillik o'yinim, o'rtoqlar. Men bu o'yinni orqasidan bola chaqa katta qildim, nevaralar katta qilyapman. Xudo xolasa chevaralarga ham o'tmoqchiman mana shu o'yin bilan. Mana shu o'yinni yutib olish kerak. Kelinglar, mana shu sovg'ani shu birinchi g'olibimizga beramiz. Hozir tayyorgarlik ko'rib olgunimizga qadar. Faqatgina eng nima xohlovchilarni taklif qilishimiz kerak. Chiqasizlarmi, chiqmaysizlarmi? Chiqmaysizlar. Mana chiqaring. Keling, opa, birazda ko'rsatib qo'ying, bularga o'rgatib qo'ying. Hech bo'lmasa qarshi chop turinglar. Bo'pti, mayli. Assalomu alaykum. Opa, o'quvchimisiz, o'qituvchimisiz? O'quvchi, ha? Yaxshi. Xo'p, endi gap shunaqaki, ikkita so'zni aytish kerak emas. Ha, yo'q so'zlarni. Qolgan любой gapni gapiraverasiz, xohlasangiz so'kib yuborsangiz ham mayli. Ha, yo'q deb yubormasangiz bo'ldi. Sizlar e'tibor berib turinglar. Boshladik. Ismingiz nima, opa? Zulayho. Ishlaringiz qalay? Yaxshi. Charchamayapsizmi? Bo'p turibdi. Bolalar nechta? 3 ta. Akamda nechta? Bor, bitta. Akamda bitta bola, sizda 3 tami? Shunaqami? Voy! Rahmat, salomat bo'ling. Ishqilib akam biladimi bola sizda 3 taligini? Endi hayajonda bo'ladi endi. Bolalar endi sizlarda mana qaranglar. Qizlarimiz 16 sekundga bordi. Endi bolalarni ko'ramiz. Necha sekundga borar ekan? Balkim 1 minutga borib orar ekan. Yutib orar balkim. 1 minutga boradigan bolalar bo'lsa, marhamat kelinglar. Kelinglar, taklif qilamiz. Kim eng gapga usta? Kim? Mana akamda. Qarshi chovoringlar bolalar. Keling, hozir men savol beraman. Ha, yo'q demang, bo'ptimi? Boshladik. Ismingiz nima? Abdulfatto. Ishlar qalay? Zo'r. Bola chaqalar bormi? Ishlar bor. Nechta? 2 ta. Nechta xotindan? Xotindan bitta. Bitta xotinmi? Bitta xotin. Ha, shu yerdami?
Yo'q. Yo'q, rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bolalar 14 sekundga bordik, qarang. Sizda 16 sekundga bordik. Ko'ramiz endi. Yana kim ishtirok etadi do'stlar? Bitta sovg'ani berishimiz kerak. Kimdir yutishi kerak. Kelasizlarmi? Keling opa, balkim rosa ham gapga ustiga o'xshab turibsiz, lekin bilmadim endi. Qarsa cho'g'orsangiz keladi. Keling opa. Xo'p, o'tgan safar ham yutib oluvdingiz, a? Pilisoz yutib oluvdingizmi? Bu safar shu sovg'ani yutib oling. Boshladik. Ismingiz nima? Nodira. Kayfiyatingiz qalay? A'lo darajada. Ishlayapsizmi, charchamang? Albatta. Hali ham bitirmadingizmi? Men o'qituvchiman-ku. O'qituvchimisiz? Конечно. Men sizni o'quvchi deb o'ylabman. O'qituvchiman. O'qituvchi demi, instruktor deydimi? Instruktor. Akam yaxshimi? Shunaqa desam bo'ladi. Bunaqa desa ham bo'ladi. Yo'q shekilli. Bor. Bormi? Bor. Bor. Yaxshi ko'rasiz. Bo'ladi. 50-50. Yo'q, to'g'ri. Yaxshi ko'rasiz ham yomon ko'rasizmi? Shunaqasi ham bo'lib turadi. Tavba qildi. Bolalar nechta? Bolalar ikkita. Ikkita. Akamda ham ikkitami? Albatta. Xotin ham ikkitami? Bitta. Bittami siz, a? Qani bordingizmi? Demadim. Debordingiz? Demadim. Deganga o'xshab ketdi. Demadim. Bo'ldi, yoqamni qo'yib yuborsiz bo'ldi. Hayajonlanmayapsizmi? Bo'lmayapti. Bemalolmisiz? Bemalol. Professional bo'lib ketibsiz, gapiraverib. Gapiravering aka. Farqi yo'q ustasiga. Bor. Bormi? Bor. Yaxshi, yaxshi. Radioda ham o'ynab turasiz, adashmasam. O'ynamaganman. Nimaga? O'ynamaganman, vaqtim bo'lmagan. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Opa muborak bo'lsin, sizni tabriklaymiz. Mana hamma siz o'quvchilaringiz, qarang, qancha o'quvchilarni chiqaryapsiz. Hammasiga uni prava olishyaptimi hammasi? Hammasiga nima niyatlaringiz bor? Hammanglar o'qinglar, bitta imtihon topshirib, hammanglar zo'r shofyor bo'lib yuringlar. Xavfsiz haydovchi hamda avtoledi eng zo'ri. Rahmat, opamga mana sovg'ani beramiz. Opa, siz rostdan yutib oldingiz. Hech qanaqa tanish bilishlik emas, mana yutib oldi. Tabriklaymiz opa. Chiroyli qarsaklar bo'lsin. Kelmadimi? Xo'p, kutyapmiz. Ungacha menga farqi yo'q, men sovg'alarni o'ynayveramiz. Demak, do'stlar, keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Men yutardim, men chiqardim deyotganlar bo'lsa, ayni payti kelib mana shu sovg'amizni yutib olinglar. Mana shu o'yinimiz va bolalar chiqasi, balkim biz tomondan kimdir yutib olar, bolalardan. Chiqasizmi? Keling bu yoqqa mana. Hozir yutib oladi, ko'rasizlar. Yutkizib beraman o'zim. Lekin voy chiqmabman deysizlar. Yutkizib beraman, bo'ptimi? Ha yo'q demang, bo'ptimi? Boshladik. Ismingiz nima? Habibulla. Ishlar qalay? Yaxshi. Zerikmayapsizmi? Zerikish yo'q. Voy. Habibulla, 4 sekund yaxshi emas. O'g'il bolaga 4 sekund. O'g'il bolalar o'zi bora hamma narsamiz tez bo'lib ketyapti, bilyapsizlarmi? Eng asosiysi ishtirok bo'ldi, zo'r bo'ldi. Payt keldi, birinchi marta 6 sekundga borgan, keyin 14 ga borgan. Hozir endi ko'ramiz, necha sekundga borar. Balki yutib olar. Tayyormisiz? Xudo xolasa. Ha yo'q demay boshladik. Ishlar qalay? Yaxshi. Zerikmayapsizmi? Zerikmayapman. Bola chaqalar bormi? Uylanmaganman. Hali ham. Hali ham. Hali kuni ikkita bolam bor dediz-ku. Alimentim bor dedingiz. Xudo o'zi kechirsa yolg'onlarda. Yo'q, gapirmadingizmi? Gapirmaganman. Adashtirib yubordimi hozir? Adashtirdingiz. Yaxshi. Navro'zda ko'rishdik-ku. Ko'rishdik. Shunda hali o'yin o'ynadik, ha yo'q. Syomka kuni. Syomka kuni. Shunda bolam bor dedi shekilli. Uylanmaganman. Uylanmaganmisiz hali ham? Bog'dagi uylanmagan. Nechaga kirdingiz? 23 ga. Voy, nimaga hali uylanmadingiz? Vaqti bor. Ha, tanlaganingiz yo'qmi? Uydagilar topadi. Sizchi? Uydagilarga ishonamiz. Ularga yoqsa bo'ldi. Yoqsa bo'ldi. Sizga yoqaveradi. Yoqaveradi. Qidiryapsizmi? Demadim. Demadingizmi? Demadim. Hayajonlanmayapsizmi? Hayajonlanyapman. Necha bora? Ozgina. Ko'pchilik orasida baribir. Albatta. Yaxshi. Yana nima ish qilyapsiz? Hozircha shu Instagram sohasida Boshqa ish yo'q. bor, endi ular aytadigan emas. Aytadigan emas. Biznes. Shunaqaroq. Tabriklaymiz. Молодец. Asadbek. Mana bu safar yutib oldingiz. Sizni tabriklaymiz. Mana shu sovg'a sizga. Asadbekni podpishchiklariga malangali salom. Yutib oldi, rostdan chesni yutib oldi. Qani mana qarshi cho'voringlar. Siz syomka qilib qo'ymaysizmi? Mana rostdan yutib oldim deb. Mana odamlar ishtirokida yutib oldi. Tabriklayman. Aka, bu narsadan ursamman, endi bitta narsa. Yutdingiz. Asadbekdan bitta sovg'ani hozir olib bo'lmasa bu yoqqa qo'yamizda, bitta ish qilamiz. Hozir birozdan keyin so'rayman. Xohlagan joyingizda hozir syomka qilasizda, xohlagan joyingizdan, xohlasangiz bu tomonni, xohlasangiz meni, xohlasangiz Asadbek, xohlasangiz o'zingizni va avtomaktabda shu Instagrami bor hammada. Instagrami bormi? Instagramini belgilab bitta istoriya qo'yasiz. Eng ko'p prosmotrga bitta mana shu sovg'ani bersin. Nima deysizlar?
Bo'laveradimi? Surat nimasi yo'q? Voy bilmadim endi, hammani Instagram nimaga sizda yo'q hali ham Instagram? Sizni qizil kitobga kiritib qo'yamiz bo'lmasa. Instagrami yo'q, odamlar ham bor, haqiqatdan. O'zim ham yaqinda ochdim. Shunaqa bo'ladimi? Zo'r a? Hammamiz telefonni olaylik bo'lmasa. Davaychi o'zimizni rasmga olamiz. Qizlarni shunday qilib rasmga tushinglar, bolalar ham rasmga olinglar, qo'yinglar. Kimda ko'p rasmotr bo'lsa, davaychi shu odamga birozdan keyin beramiz. Eng ko'p rasmotr uchun blogerlarimiz hisob emas. Mana shu sovg'ani demak shu odamga atab qo'yganmiz bo'lmasa. Bo'laveradimi? Nega turibsizlar? Tezroq olmaysizlarmi? Vaqt ketyapti. Qo'ymaysizmi siz? Nimaga unaqa yomonsiz? Nimcha yomonsiz? Nimaga qo'ymaysiz? Voy xudo. Mayli, demak do'stlar, sovg'alarimizni o'ynaymiz. Keldi, steplerimiz mana keldi. Tayyor, hammamiz tayyormiz. Hozir mana sekin-sekin ismlarimizni yozib solamiz ichiga. Ana undan keyin xudo xolasa sekin-sekin boshlaymiz. Bugun kimdir mashetdan iPhone yutib chiqib ketadi. Bugun kimdir mashetdan, "Yo, siz nima qilasiz iPhone? Opa, siz o'qituvchi bo'lsangiz, siz sovg'a yutdingiz. Mana bir toifaga o'qish sertifikati bor. Yo, shuni yutib olasizmi yo'q? Nima qilasiz? O'quvchilarga beramiz. Dyson feni bor do'stlar. Keyin iPhone 17 telefoni bor. Kimdir xudo xolasa mana shu sovg'alarimizni yutib chiqadi. Yana bitta narsa, har bitta ishtirokchimiz bitta bor, bitta ismi bor. Boshqa yo'q-a? Bitta. Yaxshi. Xo'p. Bilet. Bitta mana obrazets uchun do'stlar, obrazets uchun. Mana ko'rsating mana. Yosh bo'lsa sizga udobniyroq bo'ladi. O'zingizlar kichikroq qilib beradigan bo'lsanglar, biz o'zimiz bir xilla qilsin shunaqa ko'rsatamiz. Shu holatda bizga bersanglar, stiplerni tezroq urib turib ichiga solib beramiz. Keyin o'zingizlar oranglardan, yosh bolalardan chiqib olib bilan aniqlab beramiz. To'ppa-to'g'ri shunaqa qiladi. Xo'p, do'stlar, demak, chiroyli musiqani qo'yib qo'yamiz. Sizlar hozir solinglar buni hammasini. Biz esa xudo xolasa birozdan keyin sovg'alarni egalarini aniqlaymiz. Mayli, buni ham bitta hikmati bor. Hammani ismi bor, hamma tashadi. Qolib ketgan odam yo'q, o'tgan safarga o'xshab, qolib ketgan odam deb kelmasa bo'ldi, bro. Demak, bitta sharti bor. Faqat bu yerda ismlari bor hamyurtlarimiz o'rtasida bo'lib o'tadi. Kimdir eshitgan, kelmay qolgan bo'lishi mumkin. Shunaqa narsalar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir birinchi kelinglar, mana B toifadagi o'qish sertifikatining egasini aniqlaymiz, ha? Qani, zo'rmi? Buning uchun kelinglar, men emas, siz emas, shu kichkina qizlar, keling qizim, siz tortib bering, keling. Keyingisini mana shu qizimiz tortib beradi, xo'pmi? Meni tortib bering, aralashtirib. Aramasdan bunday aralashtirib, orasidan bitta olasiz, xo'p? Aylantiring mana qilib, o'ziga mana qiling. Mana ko'ryapsizlar-a? Biz demayapmiz ham. Qaranglar, bu haqiqiy sizlarni o'yinglar, o'zinglar yozib soldinglar. Mayli, to'xtab turinglar. Qo'shib yuborish kerak bo'lsa, hozir yaxshi bo'ldi. Olmay turgani, mayli qo'shib yuboraylik bo'lmasa, hech qolib kelganlar bor baribir. Kelmagani qo'shib yuboraylik deganlar bitta qarsak olsin. Qo'shmaylik deganlar qarsak olsin. Qo'shmaylik, endi xalq shunaqa deyapti, endi biz buni deya olmaymiz. O'zi shu yerda bo'lsa, bu boshqa gapi. Xo'p, mayli, o'qib ko'raylik, bo'pti, mayli. Agar bo'lsa aytib o'ramiz. Do'stlar, Qodirova Durdonaxon. Yo'qmi? Xo'p, mana o'tkazib o'ramiz. Haqiqatda haqqoniy bo'lish kerak. Muhammadjonov Bekzod. Yo'q-a? Mayli. Xo'p bo'ladi. Mana o'qiyapmiz. Agar kelgan bo'lsa bosh ustiga No'monova Odinaxon. Yo'q-a? Xo'p, do'stlar, Qo'ziboyev Temurbek. Yo'q-a? Xo'p, Marufjonova Mohidil. Yo'q-a? Mayli, xo'p, bor bo'lsa bosh ustiga qo'shib o'ramiz. Mana biz boshladik. Boshlamasdan oldin Soburov Qudratulloh.
Yo'q. To'g'ri. Ma'rufjonov Xayrullo. Yo'q-a? Xo'p, To'ychiyev Muhammad Rasul. Yo'q. Do'stlar, mana biz xohladik, shu yerda bo'lishni xohladik, lekin yo'q. Aylantiramiz. Hamma rozimi ish qilib do'stlar. Tanish bilishli emas lekin biz tanimaymiz. Marhamat, marhamat. Mana tanlandi. Bering bu yoqqa, bering bu yoqqa. Oh, mana hozir hayajonli daqiqalar, hayajonli onlar. Rustamov Avazbek. Hazırlarım durmaz. Hop, endi hazırlashmasak, rostdan o'qiydigan bo'lsak, Oltinov Abdumalik. Sizmi? Siz ismingiz Ali. Abdumalik. Ikkinchisimi bo'ldi. Hamma erkakda o'zi ikkita bo'ladi. Zo'r bo'ladi ikkita bo'lgani. Gap yo'q. Mana ko'rib qo'yinglar o'rtoqlar, mana ko'rsatib qo'yaylik hammaga. Odilov Abdumalik. Tanish bilishchilik emas, rostdan ham bo'ldi qaytarib beramiz ekan. Do'stlar, demak birinchi sovg'a egasini tabriklaymiz. Qani oilaga zo'r bo'ldi-da, bugun aytasiz, "Xotin, men bugun yutib oldim" deysiz. Ali ham necha kirdingiz? 29. Soliy joydamish ku. Gap yo'q. Hazillashib qo'yamiz, ukam, qadrdon ukamiz bo'ladi o'zi aslida. Lekin mana tanish bilishchilik bo'lmadi, haqqoniy, mana o'zingizlardan tortinglar. Bitta chiroyli qarshiliklar bo'lsin. Hammaga nima niyatlar bor? Doim yaxshi bo'lsin. Bizga o'xshab Yo'q, siz uylanmasdan oldin ovozi shunchalik tushib ketdi. Uylansa, umuman soqol bo'lib kelsa kerak. Unaqa emas, baland-baland gapiring. Hammaga omad tilaysiz-a? Albatta. 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 Ana bo'lar ekan. Qarshi kelinglar. Abdumalik, rahmat ko'jon. Assalomu alaykum. Voy, qanaqa ajoyib bo'ldi. Xo'p, mayli. O'rtoqlar, endi qarasam hammani qo'lida telefon turibdi. Keling, mana shu telefondan foydalanamiz hozir. Hozir bitta nomer aytaman men. Xullas kalom mana shu nomerga bitta tekst aytaman. SMS kim birinchi jo'natib yuborsa bitta sovg'a beramiz. Mana shu sovg'ani beramiz, ha? Bo'ladimi? Tayyormi hamma? Yozinglar. SMS ga kiringlar. Oddiy SMS bu. Hali Telegram, Instagram emas. Instagramda keyin tekshiramiz. Hali eng ko'p prosmotr tekshiramiz istoriyani. +998 93 445 69 18. Kulmanglar endi nima shunaqa nomer bo'lib qolgandi, nima iloji yo'q. Yusel chiqarmaydi, avazga bo'laveradi, chiqarib yubordi. Xo'p, qaytaraman. +998 93 445 69 18. Hamma yozda, hamma tayyormi? Endi matnga kiringlar. Nima deb yozish kerakligini endi e'lon qilaman. Qani o'qituvchiga o'xshab qolyapmanmi? Men e'lon qilyapman, siz yozyapsiz. Faqat daftar, ruchkani o'rniga telefon, 5 o'rniga bo'lsa, mana shunaqangi sovg'a. Xo'p, hamma tayyormi? Tayyormi? Nimani qarasam ekan? Nimani qarasam? Nimani qarasam? Yo, to'xta, xavfsiz haydovchi oson bo'lib qoladi. Bo'ldi mana. Xavfsiz haydovchi avtomaktab nomer 1. Oh, qalay bo'ldi. Shior aytib qo'ydimi? Xavfsiz haydovchi avtomaktab nomer 1. 5 ta so'z ekan o'zi. 5 ta so'z. Nomerni xohlasanglar mana shu nomer qilib qo'ying. Xohlasangiz nomer deb yozing. Xullas kalom. Mana shu tekstda kim birinchi yozib yuborsa bu eng chesni o'yin. Nimaga desanglar, buni men hal qilmayman, siz ham hal qilmaysiz. Buni kim birinchi yozgan odam vaqt hal qiladi. Mana shu yerda hozir ko'ramiz. Birinchi yozilgan SMSni eng pastda bo'ladi. Xo'p, mana o'rtoqlar, xolis odamni xos taklif qilamiz. Mana qarang. Bitta yerda Omer deb qo'yibdi. Xavfsiz haydovchi avtomaktabi Omer 1 deb qo'yibdi. O'tadimi, o'tmaydi? To'g'ri yozish kerak-da. To'g'ri yozish kerak. Ko'ringchi mana. Mana tepasida ekan, kim ekan? Mana necha ekan nomeri? Qanaqa
42. Meniki. 43. Voy! Tabriklaymiz! Bu bola hali yutaman deb degan ekanda, yaxshi gaplar bilan. Sizlar qizg'onchiqlar, qarshi chovormanglar adashib, bo'ptimi? O'zinglar uchun. Tabriklaymiz ukajon, salomat bo'ling, sog' bo'ling, tabriklaymiz. Ishlarga omad tilaymiz. Ha, endi mana shu yerda hozir menga qarab turib, aptini men yozuvdim bilish deganlar uchun maxsus yana bitta eshitib qoldim, shunaqa eshitib qolaman. Xo'p, mayli, yana bittasini o'qiymiz. 43-42 ni tepasida do'stlar 37-75 nomeri turibdi. Kimi nomeri? 37-75 o'rtoqlar. O'zi siz aytib turibsiz, aptini deb, siz aytdingiz o'zi. Siz emasmi? Tabriklaymiz, Shimoliy Qarshigina bo'lsin. Mana shu sovg'a sizga. Tabriklaymiz. O'qiyapsizmi bu yerda? Oldingizmi praval? Endi xudo xolasa. Nima minasiz? 10x. Undan oldinchi. Akami minib bo'lganmiz? Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Voy, endi nima deydi? Hozir endi ancha-muncha hazil huzur qilib turaman, rozi bo'lib qo'yinglar. Hammasi sizni kayfiyatingiz uchun aytilyapti, deyilyapti xolos. Bu hali boshqa nima emas. Xo'p, o'rtoqlar, davom etaveramiz. Endi hozir istoriya qo'ydinglarmi, yo'qmi? Istoriya mana Asadbek sovg'asi turibdi, omma lekin. Istoriyani ko'ramiz hozir, bir pasdan keyin ko'ramiz. Kimda ko'p bo'lsa istoriyasida prasmotri bittasini beramiz. Agar istoriya qo'yishga ko'pchilik erinadigan bo'lsa, hamma sovg'alar o'ylab bo'lgandan keyin shu yerda o'zidan aniqlab qo'yaveramiz, bitta tortib yana. Ha, agar erinsangiz shunaqa qilamiz, omma lekin. Muncha dangasa bu o'quvchilar hammasi. Istoriya qo'yish ham qiyinmi shunaqa? Ha, bu qiyin dars o'tdi, kir-yu, ovqat qil degandaqa bo'lyapti sizlarga to'g'ri. Ha, istoriya qo'yish qiyin ekan, to'g'ri qildi. Shunaqa dangasamisizlar, ey. Bo'pti, mayli. Bu nima bu avtomaktabda haligi bir yo'li dangasalikka muhtoj shekillasizlar. Hazillarimiz qilmasin, mayli, hazillashdim. Xo'p, endi bunaqa qilamiz. Endi intuitsiyalar sinab ko'ramiz. Endi hozir bitta nomer aytaman, xullas kalom. Yana bitta sovg'ani berishimiz kerak. Bu sovg'ani yutib olish uchun oxirgi nomerni men e'lon qilmayman. Oxirini o'zingizlar topishinglar kerak bo'ladi. Teringlar. O faqat boshqa yoqqa tushib qolsanglar uzr adashdim deb qo'yinglar. 90lik. Yo, mana shunga erinayapsizlarmi? Biz yomon erinasiz ekan, hech narsa qilmayapsiz. Berish iPhone'imni deb turibdi ichida opam hozir. 549 31 50 5 turbat. 51 turbat. 52 turbat. Davay, teramiz. Boshqa yoqqa tushib qolsanglar uzr deb qo'yinglar. Mana. Keldi. Alo. Voy malikan, tabriklaymiz Qarsakiylar. Qizg'onchiqlar, Qarsakiyni ham choldirolmayapman bularga. Qanaqa o'quvchilar bular? Tabriklaymiz, keling, keling, o'zingizni tanishtirib qo'ying. Ismingiz nima? Fatima. Nimaga Fatima emas, Fatima? Chiroyli chiqadi. Fatima, biz sizga mana shu sovg'ani beramiz. Xavfsiz haydovchidan chiroyli sovg'a, chiroyli nima qarsaklar. Yomon bo'linglar, gapirtiringlar qarsaklar. Hammaga nima niyatlar bor? Hamma bravo bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Молодец, zo'r. Gap yo'q. Tabriklaymiz. Hamma bravo bo'lsin. Bu eng muhimi do'stlar. Har qanaqangi sovg'adan tashqari, to'g'rimi? Pravani olib turib, keyin chiroyli yurish kerak, eng muhimi. Bo'lmasa 12 ball bo'lib qolsa, yana qaytib kelasizlar, ommalikka. Bag'i ham bor. Xo'p, keyingisi do'stlar, endi bo'ladi. Menimcha Dysonni egasini aniqlasak bo'larkan endi. Dysonni intriga qilamiz hozir. Dasmonda o'ynaymiz bolalar. Faqat o'g'il bolalar uchun bitta o'yin qilamiz hozir, keyin qizlarga bitta o'yin qilamiz. O'g'il bolalar uchun zo'r o'yin bor. Endi hozir yoz, hozir bo'laveradi, menimcha qo'limizda xo'rsigan bo'laveradi. Keyin xullas kalom arjimaniya qilamiz hozir bo'ldi. Arjimaniya qilganda ham kim ko'p emas. Pastga deyiladi, pastga tushamiz. Tepaga degani tepaga chiqamiz. Kim charchasa o'yindan chiqib ketaveradi. Mana kuchimizni ko'rsatish vaqti keldi do'stlar, yigitlar. Kim zo'r haqiqatda baquvvat mana shug'ullangan. Mana men hozir chiqaman, yutib qo'yaman. 3 ta odamni taklif qilamiz. 3 ta 4 ta odam bo'ladi. Bolalar kelinglar, qani bolalar, bolalarimiz. Hali o'tgan safar yutib qo'ygan bitta yigit bor edi, u chiqib ketdi menimcha. O'qib bo'ldi o'sha. Mana, voy, to'ppa-to'g'ri. Mana shu yigitlar yutib oladi. Yengilda. Mana ikkinchisi, mana uchinchisi, yana bormi chiqadigan odam? Mana kelinglar. Mana, bolalar. Yo'q, mana 5 ta bo'ldi. Qani chiqing bo'lmasa.
Xo'p, qisilib qolish kerak emas. Bolalar. Kelinglar, mana bunday turib olaylik. Bo'lmasa bunaqa sal kengroq ekan. Bolalar, na start. Pastga. Na start. Ya'ni mana shunday. O'tirib turibmiz, arjimaniya bu. O'tirib turamiz buni shunday. Tayyormi? Yillar pastga deb aytsam tepaga, xo'pmi? Tayyormisizlar? Charchagan o'yindan chiqib ketaveradi. Pastga. Tepaga. Pastga. Esimdan chiqib. Ha, tepaga. Ya, esimdan chiqib. Pastga. Tepaga. Esimdan chiqib qolyapsiz, gaplashtirib. Pastga. Tepaga esimdan chiqib qolyapti. Gapga so'lyapti-da, rahbar gapga so'lyapti. Pastga. Ko'payish kerakmi? Hozir. Nima deb demoqchi edim? Birinchi boshdan tepaga. Pastga. Qorin tegib qolishi mumkin emas, yigitlar. Qorin tegishi mumkin emas tarafimizda. Bilasizlar-a? Tepaga. Birinchi ishtirokchimiz chiqib ketdi o'yindan. Xo'p. Pastga. Tepaga. Pastga. Tepaga. Pastga. Tepaga. Ikkinchi ishtirokchi chiqib qo'ydilar. Pastga. Kuchga to'lgan, baquvvat yigitlar. Biz uni chiradimiz bir minutga. Ular baquvvat yigitlar hammasi. Tepaga. Pastga. Tepaga. Yana bitta ishtirokchi qaziga javob beringlar, qizlar bo'ldi. Pastga. Tepaga. Pastga. Pastga. Prinsipga ketyapti, azobga hozir prinsipda hozir gap. Hozir dazmolni jentrami farqi yo'q hozir. Tepaga. Xo'p, ishda qoldi o'rtoqlar, ishda qoldi ishtirokchilarimiz. Yigitlar, shu chiqib ketgan chiroyli qarshi chopdi-da, voy harakat bo'lyapti-yu. Pastga. Ishda qoldi o'rtoqlar, ishda qoldi ishtirokchilarimiz. Tepaga.
Pastga. Qorin deyish mumkin emas. Qorinni pastga deyish mumkin emas. Tepaga. Ikkita qoldi do'stlar, ikkita qoldi ish boshlanamiz. Bugun finalistlar bilan ikkita. Tak. Pastga. Pastga. Hayvonot turadi. Ona turguncha. Asıl düşünüyorsun. Tepaga. Pastga. Oğlum güzel bana bizim oğlumuz. Молодец. Молодец, Karakol benim champion. Sizmi? Muhammad Sodiqqa chiroyli qarshiligilar bo'lsin do'stlar. Bilasizlarmi? Muhammad Sodiqqa o'zi aslida kattaroq sovg'a bersak ham kam, chunki bu zo'r o'yin bo'ldi haqiqatda. Lekin Muhammad Sodiq bugun kelyapti oldiga mana garoy bo'lib kirasizda. To'g'rimi? Uylangansiz, to'g'rimi? To'g'ri gap. Hamma uylanmaganlar shekilli. Chiroyli qarshiliklar, bolalar, qizlar. Ishtirok etgan yigitlarga ham rahmat. Gap yo'q, zo'r. Bu yerda hali nima deydi? Shunaqa moment bo'lib qoldi-da, lekin ishtirok etgan hamma yigitlarchi o'tgan safar bunchalik bo'lmagan. O'tgan safar qisqa bo'lgan, qanaqadir kuchsiz bolalar bo'lganmi bilmayman. Televizor yutib ketishgan o'tgan safar. Lekin qisqa bo'lgan. Hozir bu bolalarga aslida kattaroq sovg'a bersak ham arziydigan o'yin bo'ldi lekin. Hammasiga gap zo'r. Xo'p, endi qizlarni taklif qilishdan oldin Taysonni egasini aniqlaymiz. Baqirdim, nima yomonlik qildim men sizga, menga qarab turib, haldan beri. Abdini dedingiz, voymi aka kalakan dedingiz. Eshitmadi deyapsizmi? Eshitib qolyapman men. Qizim, keling, siz tortib bering. Maylimi o'rtoqlar? Biz notanishmiz. Mana qizimiz. Aralashtirib bo'ptimi? Aralashtirib. O'rtoqlar, kimni peshonasida bo'lsa shu odam o'zi yutadi aslida. Aslida men tortaman, qiz tortadimi? Uni nimasi yo'q. Lekin shunday bo'lsa-da, Dyson o'rtoqlar, Dyson bu degani $500 fen degani. Bu original mahsulot degani. Hozir mana biz buni ochamiz. Oh. Yaxshi chiroyli familiya chiqdi. O'g'il bola. O'g'il bola. Bu safar o'g'il bola. Bu safar o'g'il bola. Yana bitta o'g'il bola chiqdi-da. Qizlarga yo'q. Ajab bo'ldi. Achu kamroq meni gapirish kerak. Bo'ldi, ayollar yutdi. Endi hozir bolalarga kun kulib boqyapti. Quyosh chiqyapti biz tomondan. Haqiqatda biz tomonda turibdi o'zi quyosh. Bu tomonda yo'q quyosh. Ikki tomonga turib olish kerak edi, mayli. O'rtoqlar, e'lon qilamiz. O'g'il bolalardan Boqiyev Abdurahim! Tabriklaymiz do'stlar. Sizlarni qanday qarab qarshi olishni. Nimaga bizga chiqmay bunga chiqarkin? Nima qilarkin Dyson? Xotini ham yo'q bo'lsa tim bo'ladi. Tabriklaymiz. Uylanganmisiz? 18 yoshda. Ay yaxshi. 18 yoshga kirdingizmi? Yo'q, 18da uylangan ekanlar. Chunki ovozi tushib ketibdi o'rtoqlar. 18 yoshda uylangan ukamga Xudo xolasa mana shu sovg'a muborak bo'lsin. Haqiqatda peshonada bor bo'lsa hech kim uni tortib ola olmaydi. Yo'q bo'lsa hech kim bera olmaydi. Shuning uchun bu avtomaktab biz san'atchi odamlarimiz xolos, lekin aslida yaratgan bu kishiga bugun shunaqangi sovg'ani inom etyapti. Chiroyli qarshiliklar bilan. Muborak bo'lsin ukam. Hammaga nima niyatlar bor? niyat endi hamma bravo ovozi bittada. Bittada ovozi, gap yo'q, zo'r. Hamma ovozsin. Biz xursand bo'lamiz. Bravo ovozingiz xursand bo'lamiz. Boqiyev Abdurahim. Hozir tagidagini sovg'ani aslida men blogerlarga shuni nima qilay mumkin deb turdim. Chunki
hozir bitta narsa o'yin o'tkazmoqchimiz do'stlar. Mobilograflardan iltimos qilamiz. Kimni mikrofoni bo'lsa taqib qo'yinglar, chunki hozir o'zingizda kontent ham bo'lib qolishi mumkin. Hammamiz telefonda ko'raveramiz, mana blogerlarni ko'ramiz, to'g'ri? Bizda obzor qilib chiqishadi, ba'zilari rost gapiradi, ba'zilari yolg'on gapiradi, ba'zilari oshiraveradi, ba'zilari kamaytiraveradi. Xullas kalom, nima bo'lganda ham hammasi tayyorgarlik bilan chiqadi. Agar bo'lmasa boshqatdan olamiz deydi, deb boshqatdan deydi. Shunaqa bilaman-da o'zim. Lekin hozir jonlisini ko'ramiz o'rtoqlar. Shu blogerlarimiz falon ming podpischiklari bor. Blogerlarimiz hayotda qanaqa? Mana hozir ruxsat bersangiz, mana shu yerga ularni taklif qilamiz. Mana shu yerga taklif qilamiz. Yuring, keling, Asadbek keling. Xo'p, do'stlar, o'rtoqlar, mana hozir mikrofonni beramiz ularga. Asadbek birinchi boshlab bersalar kerak. Eng zo'r tomonichi, o'rinni sizlar belgilaysizlar. Qaysi biri zo'r obzor qilib bersa, shu odamga qarshi olamiz, xo'pmi? Xo'p, hamma tayyormi? Diqqat bilan eshitinglar. Birinchi obzor ketdi. Hammaga assalomu alaykum. Bu obzor aslan hech kim yo'q joyda faqat mobilograf bilan olinadi. Bunaqa katta sahnaga chiqib, odamlarning orasida gapirish bu men uchun ham qiyin narsa deb o'ylayman. Qo'ldan kelganicha harakat qilaman. Bunaqa va'dalar bera olmayman to'g'risi. Xo'p. Bugun sizlarga qisqa vaqt ichida katta natijalarga erishgan xavfsiz haydovchi avtomaktabi haqida ma'lumot bermoqchiman. 2025-yil yanvar oyida xavfsiz haydovchi avtomaktabi tashkil topgan. Shu qisqa vaqt ichida 3000 dan ziyod o'quvchilarni prava olishiga yordam bergan. 30 yillik tajribaga ega o'qituvchilar tomonidan darslar olib boriladi. Plus tomonlari imtihon markazi bilan birga bir avtodrom mavjud. Bu degani siz imtihonga borishdan oldin imtihonni har bitta nuqtasigacha mukammal o'rganish imkoniyatini beradi. Avtomaktabimiz Andijon shahrida 9 ta filialimiz mavjud. Hozirgi kunda albatta 20 dan ziyod zamonaviy avtomobillar bilan ta'minlangan. Agar siz ishonchli haydovchi bo'lishni xohlasangiz, xavfsiz haydovchi avtomaktabiga tashrif buyuring. Ayo, zo'r bo'ldi, zo'r. Shunchalik nemasalar, men shunchalik gapira olmayman, rostdan aytaman. Xo'p, Guli, endi sizga navbat, qizlarimiz, marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Men to'yda ham sahnaga chiqmaganman, chunki mikrofondan qo'rqaman. Doim kamera orqasida gapirardim. Endi harakat qilaman. Meni go'zal opa-singillarim meni qo'llab-quvvatlaydi degan umiddaman. Bu video endi kameraga ishlanyapti. Boshqatdan. Kamera orqasida ham shunaqa bo'ladi-da. Asli yuzimni ko'ringlar. Bu videoni akalar o'tkazib yuboringlar. Go'zal opa-singillarim, aynan bu video siz uchun. Mayli, akalar ham ko'rsin, chunki opa-singlisiga ahli ayolga kerak bo'lishi mumkin. Osinjonlar, sizlar yaqinroq kelinglar, chunki sizlarga zo'r g'iybatxona. Yo'q, suhbatxona topib qo'ydim. Yo'q, suhbatxona ham emas. Faqat ayollardan tashkil topgan zo'r dars beradigan joy topib qo'ydim. Ya'ni sizga prava kerak bo'lsa, faqat ayollar ishtirokida. Instruktor ham ayol, domla ham ayol. Xuddi shunaqa avtomaktab qidirib yuribsizmi? Endi sizga tayyor yechim bor. Biz siz uchun avtokursini ochib qo'ydik, kelib. Men aytgandaqa o'yinga tushamiz, bo'ladimi? Bo'ladi, masalan, ikkita qo'limiz bilan, ikkita oyog'imiz bilan deb turaman, aytib turaman, sizlar shuni ko'rsatib turasizlar. Eng zo'r qarshi egasiga demak sovg'a beramiz. 3 ta odamni taklif qilamiz, mayli. Kelinglar, mana opa-singillar, kelinglar, mana. Mana shu yerga kelinglar. Hamma ko'rish kerak-da baribir, to'g'rimi? Ovoz berishimiz kerak. Undan keyin iPhone o'ynaymiz do'stlar, eng kutilayotgan daqiqalar. Mana birinchi ishtirokchimiz. Молодец, opa. Mana shu yerda o'yinga tushmasangiz, qayerda o'yinga tushasiz? Uyda endi mikrofonni qo'yib o'yinga tushsangiz, degan jonzot kirib kelib qoladi. Unga tusholmay qolasiz. Xo'p, ikkinchi ishtirokchimiz taklif qilamiz. Bormi chiqadigan mehmonlarimiz, opa-singillar? Chiqasizlarmi? Siz hozir iPhone tortib berasiz bizga. O'tib turing chekkaga, boring. Kimni bolasi? Qarab turinglar. Bormi chiqadigan qizlarimiz? Qani, nima chiqmayapsiz? Nima hamma turibdi, qarab turibdi. Ikkinchi ishtirokchimiz taklif qilamiz. Opa, yutib qo'yasizlar. Chiqing, mana chiqing opa. Ikkinchi ishtirokchimiz o'rtoqlar, uchinchisini taklif qilamiz. Yana bitta odam kerak bo'ladi. Uchinchi ishtirokchimiz taklif qilyapmiz do'stlar. Chiqmaysizlarmi? Ishtirok etmaysizlarmi? Oddiy hammasi, bitta musiqa bo'ladi. Mana mobilografimiz bor biz. Keling mana. Turinglar, mana shu turib oling. Bu tomon ham ko'rib, bular ham odam, erkaklar ham odam, bular ham ko'rsin. Mana men qarab turib olinglar mana.
Xullas yo'lan bitta musiqa qo'yamiz hozir. Faqat xohlagancha o'yinga tushish bo'lmaydi-da. Men bu yerda o'rgatib turaman, qarab turaman, xuddi shunaqa tushish kerak deb aytib turaman. Tayyormisizlar? Musiqa bitta DJ qo'yib beramiz. Anjan polka. Faqat ikkita oyog'imiz o'ngga tushadi. Ikkita qo'limiz tushadi. Endi belimiz o'ngga tushadi. Hop. Endi boshlar o'ngga tushadi, faqat boshlar. Endi qoshlar o'ngga tushadi, qoshlar. Qarsakiylar, qizg'onchiq qizlar. Dankasa bolalar. Endi bolalar va qizlar, mana ikkita ishtirokchimiz uchinchisi chiqib ketdi. Mobilografimiz ajab bo'pti. Xo'p, ikkita ishtirokchimiz qoldi. Ikkala ishtirokchini hozir bitta o'rinni belgilashimiz kerak. Qizlarimizni hozir demak birinchi o'rinda aniqlashimiz kerak. Ko'rdinglar, raqslarni ko'rdik. Hammasi zo'r ishtirok etdi. Aktiv. Hop. Birinchi ishtirokchimiz o'qituvchi opamga qarsakiylar. Ikkinchi ishtirokchimizga qarsakiylar. Abajonlar. İkinci ishtirokchimiz yutib oldi. Ismingiz nima opa? Xulkaroy opa, tabriklaymiz sizni. Keling, sizga Xulkaroy opa mana shu filmni taqdim etamiz. Sizlarga qarsakiylar bo'lsin Xulkaroy opamga. Salomat bo'ling opa, tabriklaymiz. Zo'r. Ana endi haligi istoriya qo'ydinglarmi, yo'qmi? Qo'ymadinglarmi? Voy qizg'onchiqlar. O grafiklarimiz turibdi ekan. Grafiklarimiz turibdi o'rtoqlar. Shuni ham berishimiz kerak bo'ladi. O'zini egasiga berishimiz kerak bo'ladi. Tak, bitta, ikkita sovg'amiz. Bitta ola oladimikin bu? Aylantirib, o'zingiz aylantirib, onisini ochib bersangiz, qo'lini bitta oladi bu. Bitta oling, hoppi. Bitta o. Anjonli bola sirozda ikkita o'ryapman men, aytib qo'yaman. Ikkitasi kamera. Hop, ko'ramiz. Kimga qochib turgan? Nechta aylantiray, aytinglar. Necha marta aylantiray? Sanaymiz 10 gacha. 1, 2, 3, 4, 5, Davay, davay, davay. bitta. Qarab turinglar, chest qo'yapti. Bir dona. Молодец. Endi men u yoqqa boraman. To'xtanglar, hozir intriga bo'lish kerak edi. Hech kim ko'rib qolish kerak emas, operatorlar ham ko'rib qolish kerak emas. Mana shu yerda ochamiz hozir. Mana qaranglar, o'zga Ya, nima yengim uzun emas. Gazativa. Xo'p, o'rtoqlar. Endi birinchidan bu o'g'il bola. Chestida endi ko'ryapsan, meni nima yozilgan bo'lsa. Endi bolalarga ekanda nima qilasiz endi? Yo'qmada shu gapim, ha. Hazillashdim qizlarga ekan. Bolalar o'tdi. O bilan qoramiz hozir. Kelishib olib yubormaylar meni yana. Hazil emas. Xo'p, o'rtoqlar, do'stlar, qizlar, bolalar, albatta hammasi peshonada bor. Biz hammamiz taqdirga ishonamiz, to'g'rimi? Peshonamizda bor bo'lsa, falon yili borasan, o'qiysan, falonchi bittasi keladi. Shunaqa o'yin o'ynaydi, kichkina bola tortib beradi. Shunda men senga yosh telefonni beraman deb qo'ygan. Faqat unga siz niyat qilgan bo'lasiz-da, o'sha niyatingiz amalga oshgan bo'ladi. Mana iPhone 17 Pro Max. Oqdan, qimmatidan. Nechta deb aytgan, 256 bo'lsa kerak-da. Ochilmagan. Yangi qiz bola. Hop. Mana shu qarang. Mana o'qib kerak. Hop, birinchidan qiz bola. Bosh harfi emas, S. Familiyasi. Kimning familiyasi? Qo'lini ko'tarsin-chi. Bitta, ikkita, uchta.
Bo'ldimi, 3 tami? Uchalanglar akasizlar, ha? Familiyasi S. Kelinglar, uchalanglar chiqinglarchi. Oldinroqqa chiqinglar bo'lmasa. Opa siz S. S, familiya S bilan, ha? Sizga ham S bilan. Siz familiyangiz nima, opa? Siznikichi? Siznikichi? Ha, kelinglar bitta. Faqat hozir bittanglarni o'qisam, ikkitalar o'qib tashamanglar. Sen biz aytadi, yo, men tushim kerak edi. Xo'p, o'rtoqlar. Mana hozir hamma operatorlar qarab turibdi. Bu haziq ham telefon emas, bu sovg'a ham yaxshi sovg'a. Xo'p. Yutmasangiz nimaga eriysiz? Siz-chi nimaga eriysiz? O'shaga qarab o'qiymiz desam. Gap yo'q. Xo'p. Biz ham hammamiz mehmon qilishga arziydi. Hozir yutmagan odam osh qilib beradimi-ki, yo'qmi-ki, nima deb o'ylaysiz? Bersa kerak, arzi beradi. Berar, vijdon bordir, ayol kishilarda vijdon bo'ladi. Bor. Osh qilib berasizmi? Yutmasangiz? Anaqa qilib yemagan, o'lib olamasa. Xo'p, o'rtoqlar, endi mana shu hayajonli daqiqalarda xavfsiz haydovchi avtomaktabida bugun mana shu iPhone 17 Pro Max telefonni g'olibasi, bosh sovrinimiz, xudo xolasa bunaqa tadbirlar hali ko'p bo'ladi. Yana bunaqa sovg'alarni beraveraylik-a. Siddiqova Shoiraxon. Tabriklayman! Keling opa. Mana biz g'olibimiz. Hurmatli aziz mehmonlar, aziz do'stlar, haligi noto'g'ri familiya o'qidim ekan demanglar. Mana Siddiqova Shoiraxon turibdi. Bemalol mana kadrlarga olib qo'ysanglar bo'ladi do'stlar. Bitta tortildi, yosh bola tortib berdi, o'qidik va opamga chiqdi. Peshonoda bor ekan. Havas qilganlar bitta qarshi cho'q qo'yaylik mana shu opamga. Qarshi cho'ganlarga ham nasib qilsin. Bu safar bo'lmasa keyingi safar, bu yerda bo'lmasa boshqa yerda, yo bo'lmasa ham o'zimiz olishga qodir qilsin, ha? Zo'r-zo'rlarini. Do'stlar, hammaga muborak bo'lsin. Hammaga a'lo kayfiyat tilab qolamiz har doim. Omad tilab qolamiz. O'qib pravoylarni eslomon olishinglarni tilab qolamiz eng avvalo. Va yaxshi mashinalar, yaxshi kunlarda tinch yurtda maza qilib menib yurishni nasib qilsin. Opajon, sizga mana shu sovg'amiz xavfsiz haydovchidan. Katta rahmat. Tabriklaymiz ishtirok uchun, tashrif uchun. Hammaga rahmat do'stlar. To'xta, meni sovg'am qoldi. To'xtanglar. Meni sovg'am qoldi. Bitta shu sovg'ani hozir berib olamiz. Ha. Hozir Asadbekni o'zim sovg'asini aytdi. Men hamyurtlarimizga, o'quvchilarga taqdim etib olaman dedi. Gap yo'q. O'zingiz tortasizmi? Gap yo'q mana. O'g'il bo'ladi. 1 2 Agar men kalkulyator yutib olsam, uyimni to'g'risiga qo'yib qo'yman deb va'da beruvdim, bitta yerda kalkulyator berishgan. Apple Investda. Keyin uyimga qo'yib qo'ydim va'daga muvofiq. Chunki yutuqda u. Bu elektr choynagi bo'lsa ham bu yutuqda bu o'rtoqlar. Mana shu omad deyiladi. Do'stlar. Qodirov Sardorbek. Keling, muborak bo'lsin ukajonim. Salomat bo'ling, nasib qilsin, uyga bemalol birinchi bo'lib kiring, xudo xolasa. Yaxshi bitirib oling. O'rtoqlar, hammaga rahmat, tashrif uchun, vaqtinglarga qadaminglarga rozi bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa mana shu davralarda, yaxshi kunlarda omonlik tilab ko'rishguncha salomat bo'linglar.